Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Diqqətinizlər təfsili məzmunlarında bolsun. Türkiyədə yaşayotgan Sharq Turkistonluq Uyğurlar 2022 yılı 4 yanvar günü İstanbul Çağlayan'dakı Ədliyyə Sarayının aldığı yığılıb, İstanbul Baş Təftiş Məhkəməsiga Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalarga qamalgan tuqqanlarini qo'yib o'tish, jazo lagerlarini taqash, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishga aloqador tajovuzchi Xitoy amaldorlari va xodimlarini jazolashni talab qilgan bir iltimosni adliya organlariga yetkazish uchun topshirdi. Bir qism fidoi turk advokatlarini o'z ichiga olgan 100 nafardak kishi yig'ilgan maydonda ustidan arz sunilgan bir qism Xitoy amaldorlarining surati yerga tizildi. Baş Təftiş Məhkəməsiga arz sungandan keyin gruppaga vakolatan birlashma axborot e'lon qilgan fidoi advokatlardan Guldan Sönmez, Rumaysa Qabaoğlu va Muhammad Furqan Yo'n qatorliqlar Xitoyni jazo lagerlarini taqashga chaqiriq qildi. Bayonotda ichida 9 nafar turk fuqarosi bo'lib, jami 19 nafar arz sunuvchi vakolatan jazo lagerlarida g'oyib qilingan, o'ldirilgan va tutib turilayotgan 116 nafar Uyg'ur uchun 112 nafar tajovuzchi Xitoy amaldorlarini va xodimlarini jazoga tortish talab qilindi. Shuni qayta ta'kidlaymizki, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligi yaqinqi yillardan beri avjiga chiqqan bo'lsa-mu, Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan boshlab boshlangan. Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulm, irqiy qirg'inchilikning tub manbasi Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tal-to'kis yo'qotmoqchi, Sharq Turkistondagi hokimiyatini mustahkamlay olmasligidan qo'rqib, xotirjam tura olmaydi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondan chiqib ketmaguncha, Sharq Turkistonda bu irqiy qirg'inchilik va zulm davomlashadi. Sharq Turkistonning mustaqilligi ta'xirsiz bir zaruriyat. Sharq Turkiston xalqi Xitoyga qarshi kurashni davomlashtirdi va Allohning yordami bilan Sharq Turkiston bir kuni mustaqilligiga erishadi. Insoniyat olamining har qanday irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish majburiyati bor. Agar dunyo bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatmasa, irqiy qirg'inchilik yolg'iz Sharq Turkistonda emas, boshqa davlatlarga ham yeyiladi. Xalqarodagi davlatlar Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning oxirlashishini xohlaydi ekan, Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyatiga qarshi turishi, Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishi, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun yordam qilishi kerak. Biz Turkiya adliya organlarining irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan tajovuzchi Xitoy amaldorlarini jazolashini, bu arizni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi, Xalqaro adolat mahkamasiga sunishini, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan arzini qo'llashini talab qilamiz. Xitoy Walmartni Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlarni sotishdan to'xtatganlik uchun tanqid qildi. Amerika prezidenti Jo Bayden majburiy emgak qonun loyihasini ma'qullagandan keyin Walmartning partiya sotuvchisi Sam's Club Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish tijoratini to'xtatgan bo'lib, uning bu ulgulik harakati tajovuzchi Xitoy tarafidan ahmoqlik deb ayblandi. Tajovuzchi hukumat bilan o'xshash nafas oladigan Xitoyning ijtimoiy taratquv vositalaridami ayblashga uchradi. Xitoyning yuqori darajalik xiyonatchilikka qarshi turish organi Sam's Clubni hamoqat, nazar doirasida deb aybladi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy intizom tekshirish komiteti bayonotida bir rayonning barliq mahsulotlarini sababsiz cheklash maxfiy bir kun tartibini yushirdi. Sam's Club buning jazosini tortadi dedi. Xitoyning Walmartni ayblishi o'tgan oylarda ba'zi Xitoy iste'molchilar Sam's Clubning to'r bekitida bultur mushu vaqtda tepildigan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mevlarni bu yil topolmaganligini, to'rdan elib tashlaganligini shikoyat qilgandan keyin o'ttirga chiqqan bo'lib, Walmart buningga hech qanday javob bermagan. Sam's Clubning setish vakolatchisi buningga qarata mahsulotlarni saqlash ambiriga o'rinlashtirish sababi bilan qo'llanilmaganligini aytdi. Tajovuzchi Xitoy amaldorlari bu sababdan gumonlanganligini tilga olib, mujmallik orqali munozirani qaymoqtiryotdi deb aybladi. Kishilik huquq tashkilotlari Xalqaro Olimpik komitetiga kelar oy o'tkaziladigan Beijing qishliq tanharkat musobaqasining kiyim-kechaklarining majburiy emgakdan ishlab chiqarilmaganligiga kafolatlik qilish uchun qanday qadamlarni tashlaganligini tushuntirishga chaqirdi. Majburiy emgakni oxirlashtirish guruhi seshanba kuni Shveysariya Xalqaro Olimpik komitetining Olimpik markasidagi kiyim-kechakning Sharq Turkistondagi majburiy emgak orqali ishlab chiqarilmaganligiga oid isbot bilan ta'minlayolmaganligini aytdi. Bu gruppa yer sharidagi kishilik huquq dafsanchiligiga bo'lgan tunishni o'stirish uchun butun dunyo miqyosida boshlamchi ovoz bo'lib kelmoqda.
Ular o'zlarining Xitoydagi kishilik huquq masalasiga bo'lgan andishasini, bo'libmi Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasining rasmiy tovarlarining majburiy emgak orqali ishlab chiqarilish ehtimolligi va Xalqaro Olimpik komitetining nima ish qilayotganligini bilishni xohlaydi. Bir necha oydan buyon ular olimpik amaldorlarini suhbatlashishga qistadi. Bu komitetning mas'ullari ko'rishishga qo'shildi, ammo bu suhbat maxfiy ilib berilib, hech qanday uchurni o'rtoqlashmaslik talab qilindi. Shuning bilan bir vaqtda emgak huquqiy xizmatini kuchaytirganligini aytdi. Xalqaro Olimpik komiteti Xitoyga texnik ko'p besim ishlatish chaqirig'ini izchil turda burmilab keldi. Olimpik komiteti Xitoyning kishilik huquq masalasiga bo'lgan ko'z qarashini oqlab, tanarkachilarning texmi yaxshi dunyo barpo qiladigan qurol ekanligini o'ttirib qo'ydi. Bu vatan jandin söйгәнләрнеңдер. Ishqida gulxan bo'lib көйгәнләрнеңдер. Vatan deb jihadga yurganlarningdir. Vatan deb qon ter to'kkanlarningdir. Jallatga qarshi mush tukkanlarningdir. Jonining rishtini bog'lab vatanga. Labbay deb her zaman uning amriga. Derman bo'p xalqning tortgan dardiga. Her nefes ko'rashni pukib qalbiga. Hayatını bu yolda bergenlerningdir. Vatanning namusini aqlamak uchun, Xitoyning taxtini ag'dirmak uchun, xalqini zulmdan qutqizmak uchun, o'rlikning mash'ilini yondirmak uchun, mardlarcha jon bergan shehidlarningdir. Mərhum şehitimiz Abdülaziz Mahsumning Bu vatan kimning nomli she'ridan elindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Gələr qıtımqı proqramımız görüşəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.